Halima kim o? Yo'q, Yo'q, chiq. Beshingizni chambarakdan ichib qo'yib keting. Oyog'ingizni solmasangiz bo'ldi. Tekshirish oraliqda har qiz modellamanglar. Nafas ilan nafas amon demay cho'qim moslashib beringlar. İsminiz? Halima. Ne bo'ldingiz? Shiqilib tushib bilikim surilib ketganda doktor bugun bekchiq tekshirish qilib ketdinglar. Mendan bir chatoq chiqmaganda ha. Resim qaraganda sizdagi ustixon ham saq cho'ng masala yo'q. Ana yana birisi mushtabi beshta ishlaganda jigarda mana bir o'sim bor ekan qarang. O'sma? Doktor bu o'sma degan rak degan gap shunaqmi? Bu o'sma deganniki ikki bo'limizcha qarang. Birisi yaxshipat, yana birisi mushtabi avasi deganda rak, jigar rak desak bo'ldi. Doktor. Alsam jigar rak bo'lib qolganlar 20 yildan 3 yilgacha umr ko'ra oladigan rostmi? Ana hozir bizniki taxminimiz yo'qolib qoldi. Ya'ni usulimiz yo'q. Buni hozir sizga qo'yib bilan deman. Yaxshi petga yoki mustaq asqish petga deyamayman. Doktor. Mening ikki qizimning birisi endi oliy maktabga chiqdi. Kichigi endi 8 yoshga kirdi. Divan bo'lib qolgan qiynab bomba ularning hammasi menga qarashliq. Shunga haqiqiy ahvolni bilgan bo'lsam. Ko'ngil yerim qilma, aba dedim. Bu hozir shu bir gumon. Buni hozir men gumonni sizga munaqqanim deyamayman. Uyliklarni men de sizga yardım qilamsanmi? Keyin to'xtayotgandan keyin qo'limiz kelguncha yordam qilib, yana keyin sizga saq bo'ldi. Shuncha bolalar yetdan mesaj qilib. Bo'lamdi. Ko'ngil yerim qilma. Rahmat doktor. Ma'qul xo'sh. Suhmar. Opa, kompyuter oldigan 5 million nimishda hech avatdamaysan? Tezroq avatda. Men og'rib qopdim bular. Men doktorxonada. Kesas pul avatish ta'sir qilmaydigandu. Voy men so'zlarga ket bo'lgan oldirab qoldir, tezroq tez bo'lar. Rahmatlar bugun pek chapachilamiz. Ay yaqay. Kana issiqlik bo'ladimi ani? Siz yaxshi bo'lib qoldingizmi? Tunugin meni doktorxonaga olib kelamsiz desam, ishim pek oldirash, ruxsat so'rayolmayman deyotgandingiz. Siz xato tushunib qoldingiz acha. Balkim siz uyda rahat o'tirib buni bilmasligingiz mumkin. Biz avtobus shoferlari avtobus haydaganda cho'qqin kayfiyatimiz yaxshi bo'lishi kerak. Biz qizib qilib yoki bir hodisa yuz berib qolsa yaxshi bo'lmaydi emasmi? Shu Muxtar Kamilning bexatarligimni ko'z tutib, men bilan birga kelgan. Siz og'zingizni yuming. Hech kim sizga gap qilmadi. Bunda qilsa, gap bo'z uyga borgan deshali satlashmagan ham yuzim tuki. Sirtki qiz ayollar cho'qim ahvolinishi, bazlanish kerak, shundaqmi? Siz bilan 20 yil uy tutib, holingizdan 20 yil xabar olgan menga xo'p bo'ldi. Saram oldingmi sen? Sizdek odam bilan 20 yil uy tutgandan keyin ko'zim haqiqatan ko'rgan. Hey! Jigarda mana bir o'sim bor ekan. Gap bo'z uyga borgan deshali satlashmagan ham yuzim tuki. Eski xotin pulimni o'g'irlabsa, eski xotin pulimni qaytiribdi. Pulimni qaytirib. O'g'aydab qoldim, siz pulingizni o'g'irlab nemish qilaman.
Akvichaylar butun badandagi a'zolar tarab o'tdi. Faqat 6 oylab yashay oladi ekanman. Bu hayotımda hech kimga yomonlik qilmoqmadim. Hech kimga yomonlik o'ylab boqmadim. Ota-onamga yaxshi qarashni, qiynab-qiynabimning oldin yaxshi xabar ilishning ko'yidilan bo'ldim. Ishga qizimni yaxshi beqib qatar ketish uchun tirishdim. Men nemishqa bundoq bo'lib qolaman. Men nemishqa bundoq bo'lib qolaman, nemishqa? Halime yığılmaydı. Kempit yeydi. Halime yığılmaydı. Halime yığılmaydı. Halime yığılmaydı. Halime kempit yeydi. Oldu lan 899 so'mga bir tal eski chazni olamiz ya. Kashkich pullam deysiz. Faqat chidamayotgan bo'lsangiz, xaytamni bering.